Dadasi. Sochim yoqdimi? Nima qilding sochingni? Bo'yadim. Ha. Yaxshi bo'pti. Nimasi yaxshi? Rangi. Odamsiz. Sochimni bo'yamadim. Kesdim. Ha, xo'p. Soching chiroyli bo'pti. Nima endi bir kami ayollarning sochiga qarab yurishim qoluvdi. Voy, men xotiningizman. Men hech kimning sochiga e'tibor bermayman. Undan ko'ra futbolni qara. Mana Ronaldo mana shu yoshida ham futbolni zo'r o'ynaydi. Qomatini ham zo'r ushlagan. Sochiga ham e'tibor beraveradi. O'zi yoshligida bu jingalak edi sochlari. Keyin o'rtada bir qizilga ham bo'yadimi? Realda o'ynayotgan paytda bir sariqqa ham bo'yab ko'rdi. Keyin o'stirib xvostdan qo'yib oldi. An-Nasrga o'tgandan keyin hozir pulboks qilib olgan. Gap ko'paytirmasdan bir choy damlab kelsangchi. Choyingizni Ronaldo kelib damlab bersin. Pul boks. Gulul mama,